Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugungi videoda biza Instagramdagi videolarga reaksiya qilamiz. Kayfiyatimizni ko'taramiz. Iloji boricha sizlarni kayfiyatinglarni ko'tarishga harakat qilaman. Birga ko'raylik qanaqa videolar bor ekan, qiziqarli videolar, foydali videolar qani ko'ramiz. Nima deydi? Bittagina videoga like tugmasini bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi boshladik YouTube'da va biza nima deydi? Har xil Python dasturlash tilida juda ham ko'p dasturlar qilamiz. Ko'rib turishinglar mumkin. Nima deydi? Kursanglar, profilimizga kirsanglar, 3 ta video bor, zo'r foydali videolar bor. Gapni qisqartiramiz. Qani, unda bo'lmasa ketdik. Olayni qiziga uylansak. O'ldi, sharmanda uylar yig'ishtir. Xola tuzurroq kiyinib kelsangiz bo'lmaymi? Qaynonam kelyapti. Hozir 1 million zakonni bozorlik qilib kelaman. Dasturxonni bo'kirib turaveringizlar. Qaynonam xursand bo'lsa, xola. Voy, qaynonangiz menman-ku, kuyov. Rostdan ham xolam qizning og'amniki xolam qaynonam bo'ladi-da. Boray, chichi 4 ta tuxum qovurib ber, bo'lmasa kecha ovqatni isitib ber. Xola hozir uncha sharoit yo'q edi-da, shuni yeb qo'yag'am. Biz bozorga keldim. Ayamga bitta tetanik ko'ylak, xolamga bitta patni olay. Ayam deb xolamda aytyapsanmi? Xolam deb xolamda aytyapsan. Nima deyapsan? Qon umrim kimligini aniqlash bilan o'tib ketaman deyman. Uy, muzlab ketdin, muncha sovuq. Hali shoshmay turing, nosotishingizni qaynonangizga aytib beraman. Go'shingizni jiydi. Parvardachi, xolamga bitta qo'z desam ayang chaynab tashlaydi. Xolamda o'zi qaynonam shunda o'zini chaynashga to'g'ri kelib qolaman. O'ldi, tog'da suyanchig'imdan ayrildim. Ha, kuyovnikidaman. Xola jalpay jotog'angiz qarang, turib xizmatni qil. Voy, kuyov, xizmatni men qilamanmi? Ha, qizingiz qilmagandan keyin qilasiz-da. O'zim ham lavakmanda quyoncha ochburdan boshpana so'raganday xolamga qistov bering debman. Xolam ham hech kimga qiz bermayapti. Bahana qilib o'zini non ayirmay qizini bizga tiqaverdi. Aya pochcham keldi. Uylangizda mehmon bormidi? Mayli, keyinroq kelaman. Pochcha deb sizga aytyapman bo'la. Nima? Pochcha? Alo, ha boja? Pochcham bojasi yo'q edi-ku. Ha, bojam deb dadamga aytyapman. Miyada majlis boshlandi-ku. Xolamni qizini bo'lamga bocha, dadamga boja, xolamga kuyov, ayamga o'l, qizim jiyanim, o'limga tog'ib qoldimmi? Qisqirganda jirtirlab xolang qiziga uylab olgandan keyin shuda. O'le xirmon kalla. Qarindoshiga, xolasiga uylanganlar bormi? Xolasini qiziga, uzr do'stlar. Nima deydi? Like tugmasini bosib qo'yinglar agar shunaqa odamlar bo'lsa. Qanaqa o'zi hissiyotlar? Bu uni qizini chaqaloqligidan ukoldan qo'rqmaslikka o'rgatar edi. U har kuni chaqaloqni qo'llarini paxta bilan artar edi. Avval qiz bu odatdan xursand edi, lekin oradan vaqt o'tib qiziqishi yo'qoldi. Endi u onasi tugatishini sabr bilan kutadi. Kasalxonada ukol qilishda shifokor avval qo'lini paxta bilan artib, keyin ukol qildi. Qiz umuman yig'lamadi. Daho onaga tasanno. Agar sizni ham chaqalog'ingiz emlashdan Alo. Ada? Ben do'konga narsa sotib olgan emas, do'konni sotib olgani chiqdim. Kartamga 100 ming tashlab yuboring. Qanaqa so'm? Dollar. Ada? Bitta mashina ko'rdim. 60 ming dollar ekan. Bo'ldi, rahmat katta. Alo. Adajon, assalomu alaykum. Anu Telegramdagi bizning oila degan gruppaga meni ham qo'shib qo'yinglar, iltimos. 3 yil oldin ochilgan ekan-ku. Alo. Qancha o'g'illarga sabr bersin. Yo'tali to'xtamayotgan bolalaringiz uchun aptekadan qimmat dorilarni olaverib toza charchadingiz. Bo'ldi, shotda to'xtang, bunaqasi ketmaydi. Cho'nchagingizda 8 ming so'mgina pulingiz bo'lsa, borib tezgina bitta banan sotib oling va ustidan tozalab, videoda ko'rsatilgandek to'g'rab oling. Qizib turgan tovada sifatli toza sariyog'ni eritib olib, to'g'rab olgan bananlarni ikkita tomonini qizartirib qovurib olasiz. Shu qizartirib qovurib olgan bananlarni sovutib, bolaga yedirib yuborasiz. Kechasi bilan xo'r jamoasida yo'talib chiqib o'tgan 4 ta bolali ona sifatida shuni ayta olamanki, 200 ming 300 ming dorilar ta'sir qilmagan yo'talni shu bittagina 8 ming banan taqa-taq to'xtatdi. Bu videoni bolasini yo'talni to'xtata olmayotgan ko'p bolali onalarga tashlab qo'ying. Foydali do'stlar. Bu videoni saqlab olinglar. Chunki mana bu yo'talga agar mabodo yo'tal bo'lsanglar, menimcha nima deydi? Qani kommentariyalar o'qib ko'raylik, nima deb yozishibdi. Menda bolalarim yo'tal hali dori bermadi. Qani ko'raylikchi. Ko'pchilik sinab ko'rdim, natija super. Lekin ko'pchilik shu narsani maslahat beryapti. Agar tomoq og'rig'i bo'lsa, bittagina test qilib ko'rish kerak. Chunki banan zarar emas. Har xil anaqa dori narsa degani yo'qda. Yo'tali to'xtamayotgan
Akalar, O'zbekistonda yangilik. Bu nima yangilik degan bo'lsalaring, endi uylar issiq bo'ladi, arzon holatda bo'ladi. Mana qaranglar. Do'stlar, yonishini qaranglar, issiqligini qaranglar. Ovqatlar ham pishaverar ekan, 7 kilo ko'mir bilan bemalol uyingizni so'radigandan bo'lar ekan do'stlar. Bu pechkalarimiz ekonom pechka hisoblanadi. Pechkamizning narxiga keladigan bo'lsak, 1 million so'm bo'ladi. Buni tapchanli varianti bo'ladi. Pastga uni mana bu ko'rsat. Do'st qarz ko'taradi. Mard do'st gap ko'taradi. Baquvvat do'st tosh ko'taradi. Chin do'st hammasini ko'taradi. Xuddi sen kabi, jigar. O'zingga kengligi yer osmonchalik bo'lgan jannatni eslatding. Bu dunyoda och qolasan, chorasiz qolasan, xafa bo'lasan, kasal bo'lasan, haqlaring poymol bo'ladi, zulm ko'rasan. Shunda tushkunlikka tushib ketasan. Hayotdan Lifehack zo'r mana. Lifehack zo'r. Festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Passo bem solto. Passo bem solto. Na festa. Successfully. Dunyoda ikkita narsa நான் கூடவே கூட பறக்கணும். ஒரு வாட்டி பறந்துக்கே என்ன தாங்க முடியல. இன்னொரு வாட்டி வந்து பறந்து Shuni bilib qo'y. Men gapiraveraman, sen esa zerikmay eshitaverasan. Bu aka tormoz ishlamayapti, nima qilay? Tormoz konteyner o'chiramiz, ruchnik ko'taraman. Kubel tilaqozimani 100% tushunishadi. Konteyner yoqib haydaganinglarda tormoz umuman ishlamayapti. Buni yechivi bor. Bitta falga bilan qog'oz. Buni sababi o'rtoqlar tormozni jitkis issiqda suyuqlashib Zo'r do'stlar, men ovozini baland qilolmayapman. urab chiqamiz. Suvug'i chiqazormasligi uchun. Baro nimagaligini bildim. Falga nima qilamiz? Falga tormoznoy bachokka issiq o'tkazmasligi uchun. Endi o'rtoqlar tormoznoy jitkiz umuman qizib ketmaydi. Bu videoni Kubel Hadi degan akalarga tez jo'natib qo'yasizlar. Bu aka tormoz Nech pul ekan? Va mashina Ovoz o'zi past ekanda u video. Men hayron qoldim, men past ekan. kreditingiz to'lalaring. Bankirlar orqamizdan bosirgacha ketdi. sekin quyon. Qiyon. Qanday tanib qolding? Men u kuydirgi klientlarni o'tdi qashqasiday taniyman. Top. Ko'rdingiz bizni hamma taniydi. Kredit berar foizlar qo'shib. O'z vaqtida to'lay olmasak, tenya tug'ar foizga qo'shib. Abbos aka, kreditingizni to'lang, Abbos aka. Abbos aka. Ismimizni biladi hamma. Bo'ldi, yur ketdik. 15 daqiqa o'tdi. Domla kelmaydi baribir. Qani tur? Yo'q, yana biroz kutsak keladi. Voy, onangni. Seni butun guruh kutib turibdi. Auditoriyadan hammamiz to'planib chiqib ketishimiz kerak. Birpas kutinglar, keladi domla. Voy, sen bola menga qara. Assalomu alaykum domla. Tirrancha, uyalmaysanmi? Men bugun uyga vaqtliroq borishim kerak. Sendagi to'yga o'qishini ko'rmaganman.
Qaranglar o'quvchilar, mana bunday qilamiz. Men hozir hech kimga bildirmay chiqib ketaman. Xuddi universitetga kelmagandek qilib. Sizlar bo'lsa mana botanikni ketishga ko'ndiringlar. Kerak bo'lsa nimadir qilib qo'rqitinglar. Bo'ldi domla, ketavering, o'zimiz amallaymiz. Bo'ldi, yur ketdik. 15 daqiqa o'tdi. Domla kelmaydi baribir. Qani tur? Yo'q, Sut buzilsa qatiqqa aylanadi. Qatiq sutdan qimmat. Yo bizani tanla, yo uni tanla. Yo mani tanlang, yo o'rtoqlaringizni tanlang. Sani talpadan biz olib chiqib ketganmiz. Esingdami? Tezroq tanlang. Qarzga botib ketganingda biza berganmiz pulni. Tanlang. O'lsang tobutingni biza ko'taramiz. To'xtang. Nimaga meni tanladingiz? Mani shunchalik yaxshi ko'rasizmi? O'rtoqlaringiz tobutingizni ko'tarayotganu? Katta tobutimi ko'tarmaydi. Yaqinda 95 ga kirgan bobom o'tib qoldi. Bitta ham o'rtoqlari kelmadi. Hammasi o'lib ketgan ekan. Baribir borib biz ko'mdik. Biz ham nevaralarimiz ko'madi. Yurib ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Anaqa mana fermerlarni teraklarini uchqanog'i jonimizga tegdi. Mana bitta o'g'il tilavaganman, ikkita qizdan keyin. Bu allergik kelgan. Eski chiqolmay o'tiribmiz necha kundan beri. Ertalab o'tib ketaturdi, o'g'liga gapirsam qilib ekan, taniysiz-a? Gapirsam, terakka gapiringchi deydi. Men Kim 5 yoshgacha samolyotga chiqqan bo'lsa, bir qadam oldinga. Kim 5 yoshgacha dengizga borgan bo'lsa, bir qadam oldinga. Kim 10 yoshgacha velosipedda bo'lgan bo'lsa, bir qadam oldinga. Kim maktabga har kuni mashinada olib borib olib kelsa, bir qadam oldinga. Kim 10 yoshgacha telefoni bo'lgan bo'lsa, bir qadam oldinga. Kim hozir dadasi, ayasi bilan birga maza qilib yashayotgan bo'lsa, bir qadam oldinga. Respekt. Qizim. Yo'l yordam qizim. Dada qo'yib ketdi, yo'q ekanda deydi. Ana ilon deyman. Ko'rib qolsam bo'ptimi? Ana deyman, ko'rib qolsam bo'ptimi? Xotin, Nima bu? oshga solishga go'sht? Qanaqasiga? Krediti borish shunaqa go'sht yeydi. Shunda kredit to'lab bo'lmagunimizcha bolta sho'rva ichamizmi? Dadasi uydagilarni ko'rishga ketyapmiz, magazinga bu narsa olishga kiramiz-a? Baribir qo'rqib qolmaymiz-ku. Mana qara, krediti bor odam mehmonga borayotgan payt magazindan narsa sotib olmaydi. Chipta ot yo'radi, tushgan mevalar tatart terib olib shuni olib boradi. Ter davay, ber aka. Uydagi 1 litr sut bilan qatiqni ham olsak bo'lar ekanda? Ya, uni ham sotib kreditga to'laymiz. Nima qilyapsan? Ha? Krediti bor odam 50 ming tiqmaydi. 2 ming tiqadi. 1000 so'm suvga, 1000 so'm penaga. Shu kreditingizni to'lamasangiz nima bo'ladi? Pena tug'adi-da. O'sha peniyasi bilan mashina ichsangiz bo'lmaydimi? Aqllilik qilma, 2 ming tiq. Ana paketchalik quruq joylar ham qurib qolibdi. Kechqurun shundan damlaysan. Ana 4 ming so'mga arzongina guruch olib. To'g'ri, guruchda ancha kichkina, lekin shakardan ancha katta. Simichka yo'q so'rading-ku, men yog'ini o'zing chiqarib ol. Qaytib kredit olsam kuchuk bo'lay. Xotin. Ha? Wow. O'g'il farzandi bo'lganida o'zini yana Ishonish qiyin, lekin Xitoy hukumatining aytishiga ko'ra, endi ularga chiqindi yetishmayapti. Ha, adashmadingiz. Ayrim shaharlarda eski cho'kindi poligonlarni qazib chiqmoqda. Boshqalari esa qo'shni shaharlardan musor sotib olmoqda. Negaki, ilgari chiqindilar ifloslanishning eng katta muammosi edi. Keyin esa ular juda aqlli g'oya topdi. Chiqindilarni maxsus elektrostansiyaga tashlab, energiyaga aylantirish. Bu insenatorlar zararli gaz chiqarmaydi. Qolgan pul esa sement ishlab chiqarish va yo'l qurilishiga ishlatiladi. Natijada shaharlardagi musor Ayollar umri davomida 2,5 kilogrammga Keyingi soat 7 ekan, qizlar chiqib turinglar, biz kiyinamiz. Qizlar bo'ldinglarmi? Ekranimizni ochib kiramiz. Ichimdan kiyolgan matrikonni qalay? Futbolgamni qaramana. Yoshlik daftarini olib yozib kelaman. Madina ko'rqam 7-savolga nima deb javob yozgan? Ha?
Ustoz bizga matematikani javob olib bering, erkaklar uyga borib metallam olib kelamiz. Ko'p bor. Ha bo'pti borlaring, ehtiyot bo'laring. Sizlar uylaringizga don narsa ichasizlarmi? Ha, tabiiy tamiz urdamni. Yurda. 16 kilo ekan. 9 ga plyus qilib qo'ying. Abdullayev akami. Hayda. Menga qara. Bu krasga qutini ichiga tosh bor-ku. Qo'shdik. Yoshlik sani o'ylamagankan. Keyingi soat 7 ekan. Menimcha yetadi do'stlar. Hammalaringga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, iloji boricha reaksiya qilishga harakat qildim. O'zim ham maza qilib ko'rdim. Hammalaringga rahmat. Kayfiyatinglar ko'tarilgan bo'lsa, juda ham xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, sog' omon bo'linglar.